Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz yurak kasallari haqida suhbatlashamiz. Shunaqa bemorlar uchiydi, mani yuragim og'riydi deydi. Mani yuragimda dosh osilib turgandek bo'ladi deydi. Yuragimda shu xuddi ichida tosh bor deydi. Shu yuragim iladi mani deydi. Mani yuragim piqatib ses beradi deydi. Shuni sezaman men deydi. Yurak klapanlarimni piqildashini sezaman deydi. Mani yuragimni deydi klapanlari tiqilibdi deydi. Stent qo'yishim kerak ekan deydi. Mani yuragimni donorga almashtirish kerak ekan. Hindistonga borib deydi. Shunaqa degan bemorlar ko'plab murojaat qiladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizda tabiiy giyohlari, siroplari yordamida har qanday yurak bilan bog'liq bo'lgan kasallarga qayta davolanishga ham hojat yo'q. Sog'aygandan keyin klapana, yurak klapanlariga stent qo'yish ham shart emas. 5 yildan almashtirib turish ham shart emas. Yurakni donorga almashtirish ham shart emas. Tabiiy giyohlarimiz, siroplarimiz, malhamlarimiz yordamida bemalol iste'mol qilib butunlay yurak sog'lom bo'ladi. Allohning qudrati ila. Stent ham shart emas, jarrohlik yo'li ham shart emas, donorga yurak ham shart emas. Allohning qudrati ila tabiiy giyohlar, siroplar, malhamlar yordamida bemalol kelib lecheni olishlaringizni tavsiya qilaman. Qancha minglagan bemorlarimiz 31 yildan buyon sog'lom bo'lib, yaqinlarini bag'rida sog'lom insonlardan ham sog'lom ko'rsanadi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Alhamdulillah, 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 o'ziga tavakkallab qolamiz. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin. Bemorlarga Allohim shifosini berib sog'lom bo'lsin. Hech ham bemor qolmasin.